Assalomu alaykum, hurmatli matematiklar. 25-may kuni 2-smenada tushgan milliy sertifikat imtihonini savollarni tahlilini ko'rayotgan edik. Oxiridagi 37-misolga kelib qoldik. Shundan davom ettiramiz. Demak, trigonometrik tenglama berilgan. Ikkita ko'paytma teng 0. Demak, har bir ko'paytuvchini 0 ga teng deb ishlashimiz kerak bo'ladi. Faqat ildiz ichini aniqlanish sohasi bilan 1 ga oladigan bo'lsak, katta yoki teng 0 deymiz. 3x kvadrat minus 7x plus 4 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Ildizlari 1 bilan 4 taqsim 3 chiqadi. 1 dan 4 taqsim 3 gacha. X teng minus 1 ni kayinchisi pi taqsim 3 plus pi k. K bilan x ga son beradigan bo'lsak, 0 bersak, pi taqsim 3 bo'lar ekan. Endi pi taqsim 3 mana shu 1 va 4 taqsim 3 ni oralig'iga tushishi kerak. Tushadimi yo'qmi shuni tekshiramiz. Pi 3.4 3 ga bo'lsak 1.04 lab bo'libdi. Bu 1.3 tushadi. 1 bersam bu ziyod bo'lib ketadi. 2 pi taqsim 3imiz 2 dan kattalashib ketadi. Shu uchun tushmaydi. Demak, o'zi bor yo'g'i tenglama ildizlar soni 3 ta ekan. 1, 4 taqsim 3 va pi taqsim 3. Shularning ichidan eng katta va eng kichik ildizlarni ko'paytmasi so'rayapti. Eng kattasi ham eng kichigi ham 1 bilan 4 taqsim 3 bo'ladi. Ko'paytmasi 4 taqsim 3 ni o'zi bo'ladi. Navbatdagi 38-misol funksional tenglama desak ham bo'ladi buni. Xo'sh, demak fx karab f1 taqsim x teng fx plus f1 taqsim x va f3 teng 82 ligidan foydalanib quyidagi ma'lumotlarni topishimiz kerak. f2 plus f1 va fx funksiyani qiymatlar sohasini so'rabdi. Xo'sh, yozamiz. A kara x n plus b funksiyani o'zi a taqsim x n plus b a x n plus b plus a taqsim x n plus b. Ochib chiqsak, a kvadrat plus a b x n plus a b taqsim x n plus b kvadrat tenglik a x n plus 2b plus a taqsim x n. Demak, a b teng a bo'libdi. Mana ayniyat qilib olsak, bu yerda a ni tashlayorsak, b teng 1 ekanligi kelib chiqadi. A ni qisqartiraversak 0 ga teng emas degan shart bilan albatta. B teng 1 degan shart kelib chiqadi. Endi a kvadrat plus b kvadrat 2b ga teng bo'lishi uchun a kvadrat plus 1 teng 2 bo'lgandan a teng 1 yoki minus 1 ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, endi fx ni o'zini a kara x ning n'si plus b deb olgan edik. Shu yerdan demak fx teng keling x ni n'si plus 1 deb olib tursam, bizaga f3 teng 82 degan shart qo'ygan. Shuni hisoblagan vaqtimda 3 ni n'si plus 1 teng 82 ligidan n teng 4 ekanligi kelib chiqadi. Demak, funksiyamizning ko'rinishi x ni 4-inchisi qo'shilgan 1 ko'rinishida ekan. f2 ni hisoblaydigan bo'lsak 17 ga teng bo'libdi. f1 ni hisoblaydigan bo'lsak 2 ga teng bo'ladi. Ikkovini qo'shsak 19 ga teng bo'lar ekan. Funksiyani qiymatlar sohasini so'rayapti. X ni 4-inchisi qo'shilgan 1 ni qiymatlar sohasi albatta 1 dan cheksizlikgacha bo'ladi. Navbatdagi savol sinus x 1 taqsim x funksiya berilgan, uning ikkinchi tartibli hosilasi mavjud. F hosila 1 taqsim b ni toping. Xo'sh, birinchi tartibli hosilasini olamiz. Demak, kosinus 1 taqsim x bo'ladi va funksiya murakkab bo'lgani uchun o'zgargan argumentdan hosilani ko'paytirib bersak, ya'ni 1 taqsim x dan hosila minus 1 taqsim x kvadrat. f shtrix p ni hisoblaydigan bo'lsak, kosinus 1 taqsim pi ko'paytirish minus pi kvadrat. Javobi kosinus pi da minus 1 bo'lgani uchun pi kvadratni o'zi chiqadi. Pi kvadrat ekan.
Xo'sh, bu birinchi tartibli hosilasi. Ikkinchi tartibli mana bu yerda endi fx, f'(x) va f'(x). Ikkinchi tartibli hosilasini ham olib ko'ramiz. Ko'paytmadan hosil olganda hosil olamiz. Kosinus 1 taqsim x dan hosila minus sinus 1 taqsim x va o'zgargan argumentdan hosila ham olib bersak, ko'paytirilgan 1 taqsim x kvadrat bo'ladi. Bu bilan minus 1 taqsim x ni 4-inchisi bo'ladi. Qo'shilgan. Endi kosinus 1 taqsim x ni o'zi minus 1 taqsim x kvadratdan hosila. Xo'sh, x ni minus 2-inchisi desak, darajadan 1 ayriladi. Minus 2si esa oldinga tushgan bo'ladi. Minus sinus 1 taqsim x ko'paytirish 1 taqsim x ni 4-inchisi minus plus 2 taqsim x kub kosinus 1 taqsim x. Endi shuni so'ldirashtirib olamiz. So'ldirashtirib olsak, fx kerak birinchi. Fx ya'ni demak sinus 1 taqsim x keyin qo'shish 2x kubga f'(x) ni ko'paytirish kerak ekan. 2x kubga 2x kubni ko'paytirib olsak agar minus 2x kosinus 1 taqsim x bo'ladi. Va keyingisi x ni 4-inchisi. X ni 4-inchisi deganda minus sinus 1 taqsim x ni o'zi. Keyin esa plus 2x kosinus 1 taqsim x bo'ladi. Qisqaradi. Mana bu natija 0 bo'lyapti. Gx funksiyamiz 0 ekan. Demak, g 2025 ham 0 bo'ladi. Javob pi kvadratga 0 chiqar ekan. Keyingisi oltiburchakning yuzi 6 ildizda 3. Demak, oltiburchakning yuzi 3 ildizda 3 taqsim 2 a kvadrat teng 6 ildizda 3 dan ildizda 3 lar qisqarib ketib 6 bilan 3 ham qisqarib ketib a tenglik 2 ekanligi kelib chiqadi. Oltiburchak tomon uzunligi 2 ga teng ekan. Bizdan LM kesma uzunligini so'ragan. Xo'sh, mana bu nuqta diagonallar kesish nuqtasi bo'lganligi sababli katta diagonal BY katta diagonal teng 2 ga bo'lingan bo'ladi. BY katta diagonal oltiburchak tomonidan 2 marta katta 4 ga teng. Yarmisi 2. Qolgan yarmisi ham 2. Endi mana bu burchak bizaga 30 gradusligidan 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzdan yarmiligidan bu yog'i 1 bo'lsa, ana bu yerda ham 1 ekanligi, ya'ni LM kesma 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi bizdan LKMN shtrixlangan yuzani so'ragan ekan. Xo'sh, juda ham yaxshi. Mana bu burchak 90 gradus. 90 gradus. Mana bu burchak ham 90 gradus. Xo'sh, endi ana bu burchak 30 gradus, ana bu yerda ham 30 gradus. Demak, bu yo'q 60 gradus ekan. Qiladigan ishimiz K element to'rtburchak yuzini topish uchun KLY dan ayirib tashlaymiz. S M N Y ni. Xo'sh, 1 bo'lsa, demak ildizda 3 marta katta bo'lsa, ildizda 3 marta kichik bo'lsa, 30 gradus qarshisidagi katet, 60 gradus qarshisidagi katetdan ildizda 3 marta kichik. 1 taqsim ildizda 3. Demak, bunisi 2. Bu kerak ham emas umuman olganda. Xo'sh, bu ham 1, bu ham 1. Xo'sh, 30 gradus burchak qarshidagi katet gipotenuza yarmiga teng. Bu ham 1 ga teng. Demak, ana bu yog'i ildiz osti 3 ga teng. KLN yuzi ildiz osti 3 bilan 1 ni ko'paytirib 2 ga bo'lganimizga teng. Ayirib tashlaymiz. Bunisining yuzi esa ildiz osti 3 taqsim 3 bilan 1 ni ko'paytirib 2 ga bo'lganimizga teng.
ildizda 3 taqsim 2 minus ildizda 3 taqsim 6. 3 ni ko'paytirib ayirib yuborsak 2 ildizda 3 taqsim 6 ildizda 3 taqsim 3. Keyingisini javobi demak ildizda 3 taqsim 3 chiqar ekan. Demak, fx funksiya uchun quyidagi munosabatlar o'rinli bo'lsa, f1 ni va mana bu munosabatni hisoblang debdi. Demak, buni integral oladigan bo'lsak, f kvadrat x bo'ladi, taqsim 2 bo'ladi, 0 1. Demak, f kvadrat 1 minus f kvadrat 0 0 ga teng ekan. Bu birinchi ma'lumot. Buni ikkinchisidan integral olsak, f kub x taqsim x bo'ladi. Buni ham oralig'i 0 1 ekan. Buni javob 18 chiqar ekan. Demak, f kub 1 minus f kub 0 tenglik 18 degan xulosaga kelinadi. Endi bundan f1 minus f0 ni 0 ga teng deya olmayman. Shuning uchun f1 plus f0 ni 0 ga teng deb olaman. Nima uchun 0 ga teng deb olamasligim sababi f1 minus f0 agar ana bu yerda ham 0 bo'lib qolsa, javob 0 chiqishga to'g'ri keladi-da. Shuning uchun f1 ni f0 ni o'rniga minus f1 qo'yib ishlaydigan bo'ldik. Mana. Shuni aytib qo'yib hisoblasak, f kub 1 plus f kub 0 f kub 1 yana bitta tenglik 18. Tenglik 18 bo'ladi. Ikkita f kub 1 barobar 18 bo'lsa, f kub 1 demak 9 ekanligi kelib chiqqan. f0 ni o'rniga f1 ni qo'ydik, minus f1 ni qo'ydik. To'g'ri. F kub 1 barobar 9 bo'lib qolibdi. f1 plus f0 teng 0. f0 teng minus f1 taqsim 3 qolib ketibdi bunda. Taqsim 3 bor. 3 ga ko'paytirganimizda f1 teng 3 ekanligi kelib chiqadi. f1 3 ekan. Keyin esa keyingisidan integral olganimizda f 5-darajada x taqsim 5 chiqadi va bu yerda f 5-darajada 1 minus f 5-darajada 0 taqsim 5 ni hisoblaganimda yana f0 ni o'rniga minus f1 ni qo'ysam, ikkita f 5-darajada 1 taqsim 5 chiqadi. Demak, f1 3 ga tengligidan 2 kara 3 ni 5-si taqsim 5. 243 bo'lsa 486 taqsim 5 ekanligi kelib chiqib qolar ekan. Keyingisi ABC uchburchakda ABC tomonlarga tushirilgan balandliklari mos ravishda HA, HB, HC lar bor. Uchburchakka tashqi radiyusini topish kerak. Demak, 1 taqsim R teng 1 taqsim HA plus 1 taqsim HB plus 1 taqsim HC formulaga qo'yib hisoblanganda radius 4 ekanligi kelib chiqadi va uchburchak yuzini so'rabdi. Uchburchakning 3 ta balandligi bo'lsa, yuzini topish formulasi S teng 1 taqsim ildiz ostida 1 taqsim HA, 1 taqsim HB, 1 taqsim HC. Keyin 1 taqsim HA, 1 taqsim HB qo'shiladi, 1 taqsim HC ayriladi. Keyin 1 taqsim HB bilan 1 taqsim HC qo'shilib HA ayriladi. Keyin 1 taqsim demak HA ayrildi, HC ayrildi, endi HB ni ayirish qoldi. HA ga HC ni qo'shib 1 taqsim HB ni ayrilgan bo'ladi. Ana shuni hisoblasa uchburchak yuzi kelib chiqadi va bunda uchburchak yuzi 84 ekanligi kelib chiqib qoladi. Xo'sh, keyingisi
Rasmda ABCD to'g'ri 4 burchak tasvirlangan bo'lib, bu yerda ABKning yuzi o'ng. Xullas rasmdagi ma'lumotlardan foydalanishimiz kerak va S1 ni topishimiz kerak. E'tibor qiladigan bo'lsak, demak AB tomonini B, BC tomonini yoki asosni A deb oladigan bo'lsam, ABY uchburchakning yuzi, ABY uchburchakning yuzi bu o'ng plus S2 plus 1 ga teng va buni javobi asos va unga tushirilgan balandlik ko'paytmasining yarmiga teng. A kare B taqsim 2. Endi demak bundan kelib chiqadiki 11 qo'shilgan S2 teng A kare B taqsim 2 ekan. Endi AHD ni yuzini yozaman. AHD ni yuzi ham A kare B taqsim 2 ga teng bo'lib S1 plus S2 plus 7 dan iborat ekan. Demak yana A kare B taqsim 2 ga teng bo'layotgan yuzi bu S1 plus S2 plus 7. Ikkalasini tenglashtirib olsak 11 teng S1 plus 7 S1 teng 4 ekanligi kelib chiqib qoladi. S1 4 ekan. Agar AB 8 AD 11 bo'lsa S2 ni toping debdi. AB demak bu bizaga B, AD bizada A. Demak S2 chani toping debdi. Bo'l tamom. Mana bu formuladan foydalanib S2 ni hisobla olamiz. 11 plus S2 barobar 8 kare 11 taqsim 2. 44 bo'ladi. 44 dan 11 ni ayirib tashlasak 33 degan javob chiqadi. Demak ikkinchi savolga javob 33 ekan. 44-misol. 44-misol. Shar, konus, silindr berilgan. Bu yerda silindr hajmi konus va shar hajmlarining yig'indisiga teng ekan. Agar h teng 10 bo'lsa, silindrsimon idishga necha litr suv ketadi degan savolni qo'yibdi. Xo'sh, shu uchun formula yozamiz. Demak, silindrni hajmi pi r kvadrat h teng konusni hajmi 1 taqsim 3 pi r kvadrat h plus 4 taqsim 3 pi r kub deb olsak, natijada pi la qisqaradi. Xo'sh, r kvadratlar to'liqligicha qisqaradi. H teng h taqsim 3 plus 4 r taqsim 3. 2 h taqsim 3 barobar 4 r taqsim 3 ligidan h teng 2 r ekanligi kelib chiqadi. Demak h 2 r ga teng ekan. Endi agar balandlik 10 ga teng bo'lsa deyapti, demak radius 5 ga teng bo'ladi. Silindrsimon idishga necha litr suv ketadi? Silindrsimon idishning hajmi pi r kvadrat va h. Pi ni 3 deb oladigan bo'lsak, 750 bo'lyaptimi shunda? 750 santimetr kub. Xo'sh, 1 detsimetr 10 santimetr bo'lsa, 1 detsimetr kubim 1000 santimetr kubligidan, demak buni 1000 ga bo'lsam 0,75 detsimetr kub yoki litr. 0,75 litr suv sig'ar ekan. Shar sirti demak 4 taqsim 4 pi r kvadrat plus 44 pi ligidan demak radius barobar 6 ekanligi kelib chiqadi. 144 4 ga bo'lib 7'lik, ya'ni 12/2. Demak radius 6 bo'lsa silindr hajmini toping. Radius 6 bo'lsa balandlik 12 bo'ladi. Undan 2 marta katta deb aytdik. Hajmi pi r kvadrat h. Demak 36 kare 36 1296 degan javobni beradi. Oxirgi savol 45-misolda aytibdiki, rasmda ko'rsatilgan doira bir bo'lingan ikki nisbatda katta va kichik sektorlarga bo'lingan. Xo'sh, birinchi stakan hajmining ikkinchi stakan hajmiga nisbatini so'rayapti. Ikkinchi savolda esa birinchi konusni radiusini ancha xato ketgan. Birinchi konus radiusini ikkinchi konusga ichki chizilgan shar radiusiga nisbati. Radius degan gap bor. Xo'sh,
birinchi stakan hajmining ikkinchi stakan hajmiga nisbati. V1 taqsim V2 ni demak so'rabdi. Demak 1 bo'ling 2 kabi desa 120 gradusga 240 gradus ekanda. Xo'sh, demak nima bo'ladi? Yo'y uzunligi konuslarning asosining yo'yin uzunligi bilan bir xil. R1 R2 deb bo'ladigan bo'lsak, 2pi R1 birinchi konusning asosini uzunligi teng 120 gradusli yo'yin uzunligiga 2pi taqsim 3 R ga teng. 2pi qisqarib ketsa R1 teng R taqsim 3 ekanligi kelib chiqadi. Bunda esa 2pi taqsim 4pi taqsim 3 bo'lgani uchun 2R taqsim 3 ekanligi kelib chiqadi. Endi ana shu sektorning yuzi konusning yon sirtiga ham teng. Demak pi R taqsim 3 L L1 deymiz mayli, mana L1 yasovchisini 120 graduslik yuzi 1 taqsim 2 alfa gradus R kvadrat. Pi qisqardi. Xo'sh. Radiusi qisqardi. L1 teng R ekanligi kelib chiqibdi. Ikkinchisiga ham xuddi shu narsani yozib qo'yamiz. Pi R 2R taqsim 3 L2 teng 1 taqsim 2 alfa gradus R kvadrat. Bu yerda ham L2 teng R ekanligi kelib chiqibdi. Endi mendan birinchi stakan hajmini ikkinchi stakan hajmiga nisbatini so'ragan. V1 ni V2 ga nisbati, xo'sh, 1 taqsim 3 pi R1 ni kvadrati H1 taqsim 1 taqsim 3 pi R2 ni kvadrati H2 ga teng. Qisqarib ketsa H1 H2 chani ham topib qo'yaylik endi. Mana bu H1 chamiz radius Pifagorning radius kvadrat taqsim 9 dan esa 2 taqsim 2 R taqsim 3 bo'ladi. Xo'sh, bunisinikini ham hisoblab qo'yaylik endi. Radiusni kvadratidan ayirib tashlash kerak. 4R kvadrat taqsim 9 ni 5R taqsim 3 bo'lar ekan. Hisoblaydigan bo'lsak, R1 ni kvadrati R kvadrat taqsim 9 ko'paytirilgan H1 2R taqsim 3 ni bo'lamiz. R2 ni kvadrati 4R kvadrat taqsim 9 ko'paytirish H2 5R taqsim 3 R taqsim 3 lar qisqardi. R kvadrat taqsim 9 lar qisqardi. 2 taqsim 4 5 qolibdi. 2 taqsim 2 5. Xo'sh. Buni soddalashtirib olsak agar 2 qisqarsa 1 taqsim 10 yoki 10 taqsim 10 degan javob chiqadi. Endi radiuslar nisbatini so'ragan. Radiuslar nisbati shoshmang. Konuslarga ichki chizilgan sharlarning radiuslarini so'rabdi. Endi birinchi konusimizni yozib bo'ladigan bo'lsak, uchburchak sifatida qaraydigan bo'lsak agar uchburchak sifatida qaraydigan bo'lsak 2 taqsim 3 asos bo'lar ekan va bizga balandlik kerak. Balandligi 2 taqsim 3. Demak, shuni ichiga ichki chizilgan shar yoki ichki chizilgan aylana radiusini topish kerak. Radius 1 barobar 2s taqsim p formuladan. Demak, mana bular radiusga teng ekanligi kelib chiqadi. 2 kira s ah taqsim 2 dan ketadigan bo'lsak,
2r taqsim 3'ni bo'lamiz. 2r taqsim 3 kara 2 ildizda 2 taqsim 3r ab taqsim 2 a kara b taqsim 2 bo'lamiz perimetrga. Perimetrimiz 2 kara 3 6 8r taqsim 3. 1 2 3 ketdi. 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 R ildizida 2 taqsim 6 chiqdi. Endi ikkinchisiniki. Unda ham radius. Faqat asosiniki 2r taqsim 3. Buni radiusini topsak, buni balandligi ildizda 5r taqsim 3. Shunday? Ildizda 5r taqsim 3. Endi buni radius topsak, 2 kara 100 2r taqsim 3 kara ildiz osti 5r taqsim 3 ko'paytirish 1 taqsim 2, ya'ni 2s taqsim perimetr. 2 kara 3 6 8r taqsim 3 bo'ladi. Ana bu 4r taqsim 3 bo'ladi. 4r taqsim 3 mana bu. 4 ga 2 ni qo'shamiz 6 10r taqsim 3. Endi qisqartirish kerak. 2 bilan 2 qisqardi. 3 bilan bittasi qisqardi. Radius bilan bittasi qisqardi. Demak, 2 ildiz osti 5 radius taqsim 3 kara 5 degan javob qoldi. Bo'ldi. Ana endi ikkita radiusdan nisbat olamiz. Demak, r ildizda 2 taqsim 6 ni ko'paytiramiz. 3 kara 5 taqsim 2 ildiz osti 5 da radiusga. Radiuslar ketdi. 6 bilan 3 qisqardi, 2 qoldi. Xo'sh. 5 ildiz osti 2 taqsim 4 ildiz osti 5 ildiz osti 10 taqsim 4 degani bu. Javob ildiz osti 10 taqsim 4 chiqadi.